40 gradusli issida Ulug'bek akam bilan ana shu shalkarlarimizni muzeyk va mazali muzqaymoqlar bilan xursand qilamiz. Bizning bugungi homiyimiz to'g'risida ma'lumot berib o'ta olmasam, Dilshod akamiz bo'ladi. 3 yildan beri Andijonda, ya'ni Anjan brendi ostida ishlab chiqarib turgan muzqaymoqlardan Gurlandagi rasmiy dilleri bo'ladi. Akam optim tarqatadi magazinchilarga. Undan tashqari o'zining firminli, o'zining retseptiga asoslangan holda shunday bir zo'r muzqaymoqlarni mana yetishtirib turibdi. Bu yerda sharoitlarda aytib o'ta olmasak, kelsangizlar, oilaviy do'stlar bilan, yaqinlar bilan, undan tashqari savoyab ketsangizlar ham bo'ladi. Aynan manzili nerda deganlarga Gurland Ko'na bozor kelaverasizlar. Zakaz kontordan o'tgandan keyin bir ko'cha o'tib, Matkaram akaning klinikasining yonida Dilshod akamning ofisi shu yerda bo'ladi. Aynan mana shunday firminli, yaxshi muzqaymoqlar yoki-da Anjan muzqaymoqlarini yeyman desangizlar, optimga olib ketib sotaman desangizlar, akamning nomerlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.